Instagramda ko'rganini yoki magazinda kimdir reklama qilsa, shu zo'r desa, borib sotib oladi. Kimdir ota-onasi ruxsat bermaydi. Bunaqa patsientlar juda ham ko'p. Ota-onamni 1 yil deganda ishontirib, mana endi lichenyaga keldim deganlar bor. Ota-onalarning o'zi ishonmaydi bu narsaga. Farzandlari xohlaydi, borib lichenya olish xohlaydi, yuzini tuzatish xohlaydi. Uyaladi o'zini yonida tengqurlaridan. Juda ham uyaladi. Shuni hisobiga yuziga chaplab tonalkalar surib yurishadi. Yuzimdagi ko'rinmasin o'sha toshmalarim, izlar ko'rinmasin deyshadi. Lekin buni ota-onalarga ko'pchilik tushuntirish juda qiyin bo'lyapti. Boshqa nima qiladi? Ota-onasi doktorga olib bormagandan keyin, yuzini to'g'irlatishga olib bormagandan keyin ular Instagramda ko'rganini yoki magazinda kimdir reklama qilsa, shu zo'r desa, borib sotib oladi. To'g'ri, doktorlar yomonlashmas bu, lekin o'zini naborini ham sotadi. Mana bu naborni sotib olmaganing uchun yuzingda yuguriying tuzalmadi deyshadi. Lekin shunaqa peelinglar ham qilib qo'yib, yuzni kuydirib olganlar ham qancha ko'p. To'g'risi hech qanaqa uходовый naborlar hech qanaqa yuguriyni ketkazmaydi. Buni faqatgina davolasangiz ketadi.